Hozir sizlar bilan birga ozgincha tarixga qaytamiz. Meni yoshim salkam 30da. 17 yoshimda qanaqa mashinam bo'lgan. Ya'ni 17 yoshimdan 30 yoshgacha qanaqa etaplarni bosib o'tganman. Sizlarga qisman aytib borishga harakat qilaman. 17 yoshimda birinchi mashinam 06 bo'lgan. Ya'ni 17 yoshli bola qanaqa bo'ladi? Beg'ubor, urushqoq, janjalkash bo'ladi. Xo'p, ikkinchi mashinaga o'tamiz akalar. Uje 20 yoshimda 07 bo'lgan. Ya'ni sinovli kunlar, og'ir kunlar, oilani boqish kerak, 4 ta uyga olib kirish kerak. Bu 07da men kira qilganman. 21 yoshimda uylanganman. Uje serozniy pul topish kerak, biznes qilish kerak, nimadir qilmasa bo'lmaydi. Nexus 3da uje men birinchi servisni ochganman. Ya'ni sizlar tasavvur qilishingiz uchun 6 metrga 4 metrli joy. Ya'ni bitta servisi bor ne'matlar. 24 yoshimda Gentra olganman. Uje meni ikkita filialim bor. Bu yerda bo'sh mashina, nima mashinam bo'lgan. Siz prosta taxmin qiling. Meni qattiq kuzatadigan podpischiklarim bilishadi. $100 kommentariyada aniqlab berib yuboraman. Akalar, mehr ko'zda dil xirali bo'lmasam, bu yerda li. Buni 28 yoshimda adashmasam olganman. Bu menga li juda ham ko'p narsalar berdi. Juda ham ko'p etaplardan o'tdi. Menga juda ham ko'p pul olib keldi. Endi tabriklasanglar bo'ladi. Zikr 9X. Buni ham oldim, lekin o'zi bo'lmadi. Bu video nima maqsadda olinyapti akalar? E'tibor bergan bo'lsangiz 06dan uje zikrga chiqildi. Maqtanish uchun emas, sizga ozgincha motivatsiya bo'lish uchun. Allohdan so'rang, 2 rakat namoz o'qing, Allohim hammasini beradi. Chunki sekin-sekin biz ham shunaqa etaplarga chiqdik. Akalar, ba'zilarini bozordan olganman, ba'zilarini internetdan olganman. Men sizlarga bu ma'lumotni bermasam bo'lmaydi. Agarda sizlar yangi kafolatlangan mashina olmoqchi bo'lsanglar, hafta e'lonida zo'r yangilik akalar. Ya'ni rasmiy diler degan yangi bo'lim ochilgan. Bu yerda xohlagan mashinangizni o'tirgan joyingizdan sotib olsangiz bo'ladi. Ya'ni Zikr bo'ladimi, BYD bo'ladimi, Li bo'ladimi, вообще muammo yo'q. Akalar, asosiysi ishonchli. Mehr ko'zi dil xirali bo'lmasa, hafta e'lonimizga murojaat qilasizlar.